Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlarga eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Ravshan Haydarov shogirdlari O'zbekiston U23 olimpiya terma jamoamiz bugun Xitoyga qarshi chorak finalda maydonga tushdi va afsus va nadomatlar bilan shuni ma'lum qilamizki, jamoamiz Xitoy to'sig'idan o'ta olmadi va mag'lubiyatga uchradi. Ya'ni o'yinga to'liq to'xtaladigan bo'lsak, o'yin birinchi taymda jamoalar ehtiyotkorona o'yin ko'rsatdi va zerikarli va mazmunsiz o'yin tomosha qildik birinchi taymda va ikkinchi taymda biroz jamoalar jonlangan holatda o'yin o'tkazishdi. Bizning jamoamiz ham ko'plab vaziyatlarga ega bo'ldi, ammo bu vaziyatlardan bizning futbolchilarimiz foydalana olmadi. Ravshan Haydarov kerakli ko'rsatmalarni berish kerak edi, qilish kerak edi, kerakli futbolchilarni vaqtida tushirish kerak edi, ammo lekin biroq bu narsalar vaqtida amalga oshmadi va bu o'yin so'ngida o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Bizning futbolchilarimiz to'liq 90 daqiqa chiroyli o'yin ko'rsata olmadi. Ya'ni bizning futbolchilarimiz chiroyli futbol ko'rsatish bilan birga vaziyatlardan unumli foydalanish koeffitsiyenti ancha pastligini yana bir bor ko'rsatib qo'ydi. Bizning futbolchilarimiz bu o'yinga ruhan tayyor emas edilar ekan. Sababi o'yinda ko'rdilaring, bizning jamoamizda hech qanday muammo yo'q edi. Gol urishga imkoniyatlar bor edi, vaziyatlar bo'ldi. Lekin biroq biz bu vaziyatlardan foydalana olmadik. Yakunda Xitoy jamoasi o'z o'ylagan niyatiga, o'z rejalashtirgan rejalariga yetdi va ular alal oqibat o'yinni penaltilar seriyasigacha sudrab borishdi. Penaltilar seriyasida ular o'z niyatlariga erishib, yarim final bosqichini o'z qo'llariga kiritdi va bizni yarim finaldan mosuvo qilib mag'lubiyatga uchratishdi. Afsus do'stlar, afsus, biz do'stlarimiz g'alaba qozona olmadi. Biz chorak finalda qolib ketdik. Nima bo'lgan taqdirda ham biz mag'lubiyatga uchradik do'stlar. Afsus.